Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayvon romlarimizni uстановкасini tugatib bo'ldik. Bu ishimizni Andijon viloyati Sharxon tumaniga o'rnatdik. Bu xonadonimizga jami 18 metr uzunlikda oldayvonga rom qo'yib berdik. Romlarining bo'yi 287. Qadrli kuzatuvchilarimiz, bu ishlarimiz xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bu joyimizga jami 2 dona eshik o'rnatib berdik. Eshiklarimizni mana sizlarga birma-bir ko'rsatib o'taman. Eshiklarimizni englari 1.30 lik 2 qanot eshiklar qo'yildi. Romda oraliklardan, har bitta oraliklardan bittadan ochilishlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Mana qadrli kuzatuvchilar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli o'rnashtirildi. Bu ishimizni Akifani originaldan Dukmokko deganidan qilib berdik. Xudo xolasa mana ishlarimizni choylarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Oynalariga keladigan bo'lsak, oynalari yo'diviy bir qavat. Uстановкamizni hozir tugatib bo'ldik. Eshiklarning zamonlariga keladigan bo'lsak, eshiklarning zamonlari ham mana har doimgidek original. Ligirovkalari ham juda ham chiroyli holatda. Mana ustunlarni ham har doimgidek beshchak holatda alkofollar bilan bekitib chiroyli qilib qo'ydik. İşimizni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Ustunning oldi profillari ham mana doimgidek katta profillardan ishlandi. Mana bu xonadonimizning ichki tarafi zazonlari ham xudo xolasa juda ham chiroyli holatda tushdi. Penalarni ham chiroyli qilib bunaqa berdik. Petlalari ham original, ruchkalari ham doimgidek original. Ochilib yopilishlari ham xudo xolasa yengil. Mana qadrli kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa bekami ko'z holatda qilindi. Bu ishimiz Zolotoy dubdan to'qroq rang xohlaganlar uchun to'qroq rangda Dukmokko degan rangimizda. Mana qadrli kuzatuvchilarimiz, bu ishlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari kvadratda 590 ming so'mdan bitkizib o'rnatib berdik. O'tgan safargi videoyimizda Akifani originaldan Zolotoy dub degan rangdan tashlaganmiz. Bu Dukmokko degani. Bu Dukmokkoda ozgina pastidagi alkofollari, zapchaslari qimmatroq yuradi. Shu hisobiga kvadrati 10 ming so'mdan balandroq chiqdi. Bu xonadonimizni egasi ham mana shu yerda mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qilgan ishlarimiz sizga manzur bo'ldimi? Qilgan ishlaringiz yoqdi, zo'r. Biz YouTube'da ko'rib telefonlashib chaqirtirdik, kelib o'lchab agronomlarni o'rnatib ketdi. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Xato kamchiliklari bo'lmadimi? Yaxshi, chiroyli. Bergan pulingizga rozimisiz aka? Biz rozimiz, Mehmet. Xo'p, sog' bo'ling. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'linglar. Like, podpiskalar ayamaysizlar degan umiddamiz. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 8801. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bir dona like ayamaysizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa oldinda hali yangiliklarimiz ko'p. Yaxshi kunda ko'rishguncha sog' bo'linglar.